Yasinda 10 ta baraka bor deyishgan ekan. Yasinda 10 ta baraka bor deyishgan ekan. Och o'qisa qorni to'yadi, ya'ni uning rizqi ko'payadi. Kiyimsiz o'qisa unga kiyim nasib bo'ladi, ya'ni o'z kiyimda demak serobchilik bo'ladi. Bo'ydoq odam yoki turmushi hali baxti ochilmayotgan deydi-ku. Baxti ochilmayotgan turmush istayotgan o erkak ayollar, yigit qizlar o'qisa turmush nasib bo'ladi. Bu ham tajribada ko'rilgan. Biz 2-3 ta joyda shunaqa bo'lgan. Haligi uylanolmayotganlarga borib Yasin o'qilganda bir pasda bo'lib ketgan. Yo'inki turmushga turmush o'xshamayapti, sovush kelyapti, ketyapti, hech o'xshamayapti. Yasin o'qilganda turmush bo'lib ketgan, tajribada ko'rilgan bu ham. Xo'p, qo'rqqan odam o'qisa, unga omonlik bo'ladi. Mahzun odam o'qisa, unga xursandchilik bo'ladi. Musofir o'qisa, safar. Yasinda 10 ta baraka bor